Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun birinchi topshirig'imizni yechimlarini qilsak, mavzuyimiz demak 10, 100 va 1000 ga ko'paytirish demak mavzulari ekan, ha. Xo'p, demak bizda mana 10, 100 va 1000 ga nima qilish? Ko'paytirish. Xo'p, mana shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda endi asosiy narsa birinchisi ko'paytiring deyapti. Ya'ni o'nlar, birlar, o'ndan birlar, yuzdan birlar va hokazo. Xo'p, endi shuni har birini 10 ga ko'paytirsak, bizda nima hosil bo'ladi? Ya'ni hozir bizda berilgan sonimiz Xo'p, bizda berilgan sonimiz nechiga teng? Xo'p, mana bu qiymat 0,621 bo'lyapti. 0,621. Demak, mana 0,621 bo'lyapti. Xuddi shuni mana 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 6,121 bo'ladi. Ya'ni 6,121. Xo'p, endi mana shuni ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu joyga qaysi sonni qo'yamiz? Ya'ni 6,121. Birlar xonasida 6 raqami bo'ladi. Keyingisida 2 raqami, keyingisida mana 1 raqami. Ya'ni 6,121 soni hosil bo'ladi. Xo'p, endi Xo'p, keyingisini ham 1,121 ekan. Shuni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda mana bu qismida, ya'ni o'nlar qismida hosil bo'ladi. Mana bu qismimizda demak 12 hosil bo'ladi. Mana. Demak, sal mana kattaroq qilib yozaylik. Mana 12 hosil bo'ldi. Mana bu joyga mana virgul bo'lyapti. Ya'ni mana bu joyga 1, mana bu joyga 2. Va 12 butun 10dan 5. Mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi sesida aytayapti. 60,4 ni deyapti 10 ga ko'paytirsak. Endi 60,4 ni 10 ga ko'paytirsak, bizda mana bu yerda 604 hosil bo'ladi. 6 100 mana 4. 604 butun, masalan, bu tomoni 0 bo'ladi. Mana sal tevroq yozaylik. Bu tomoni 0. 604 butun 0 bo'ladi. Xo'p, kelishdik, davomi. Xo'p, ko'paytiring. Ko'paytirsak, ya'ni mana bu 0,9 ni 10 ga ko'paytirsak, bizda son hosil bo'ladi 9. Xo'p, keyingisi 0,105 ni besida 10 ga ko'paytirsak 0,10 hosil bo'ladi. 0,10 mana. Va keyingisi 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1,3 hosil bo'ladi. Va mana buni 10 ga ko'paytirsak 2,5
%87 soni hosil bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shu holatda keyingisi mana bu. Xo'p, 100,4 hosil bo'ladi. 100,4 mana. Va keyingisi 334,68 mana. 68 hosil bo'ladi. Tushundinglar? Mana shu holatda xo'p, 3-mashq ko'paytirishga, endi yuzlarga ko'paytirish kerak. Birlar xonasida 2 turibdi. Demak, yuzlarga ko'paytirsak, bizda 290 hosil bo'ladi. Ya'ni 290 yuzlar xonasiga 200 mana 90. Bu tomonda mana 0. Ya'ni 290 son hosil bo'ladi. Keyingisi 937 hosil bo'ladi. 900 mana 37. 937. Xo'p, endi navbatdagisi 5,1000 dan 372 ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 537,2 hosil bo'ladi. Ya'ni 500 xo'p 30 mana bu joyga 7 butun oxirida mana 2 soni hosil bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Yaxshi, to'rtinchisi xo'p ko'paytiring. 100 ga ko'paytirish ekan. Xo'p, 100 ga ko'paytirib ketaveramiz. Demak, 0,9 ni 100 ga ko'paytirsak 90 hosil bo'ladi. Keyingisi 100 ga ko'paytirsak 8 hosil bo'ladi. Xo'p, pastdagi 6560 hosil bo'ladi. Xo'p, yana pastdagicha 5,7 hosil bo'ladi. 5,7. Xo'p, chapdagi 2007 hosil bo'ladi. 2007 va buchi xo'p 440 hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi minglarga ko'paytirish. Yaxshilab e'tibor qaratamiz, minglarga ko'paytirish kerak. 0,753 mingga ko'paytirsak, bizda 753 soni hosil bo'ladi. Ya'ni 753 soni. Xo'p, keyingisi. Demak, 4,6 bo'lsa, bizda 46 hosil bo'ladi. Demak, 46 nima? 4600. Demak, mana bu joyga 4. Mana bu joyga 6. 0 va yana bitta 0. Mana 4600 mingga ko'paytirsak. Xo'p, 2,100 mingga ko'paytirsak, bizda hosil bo'ladi 2090. Ya'ni mana bu joyga 2. Mana bu joyga 0. O'nlar xonasiga 9 va birlar xonasiga 0. Mana 2090 soni hosil bo'ldi. Xo'p, xuddi shu tartibda endi 6-mashqimizni bajaramiz. Ya'ni mingga ko'paytirish. Xo'p, mingga ko'paytirsak 500 hosil bo'ladi. B'sidagi mingga ko'paytirsak 280, C'sida demak 1400. Xo'p, D'sidachi 2303 hosil bo'ladi. Xo'p, Y'sidachi demak 16480 hosil bo'ladi va keyingisida 25743 soni hosil bo'ladi. Tushunali, a? Xo'p, tushirib qoldirgan savollarni yozing deyapti. Xo'p, demak, nechiga ko'paytirsak 350 bo'ladi mana bu joyi.
tushunyapsizlar? 350 qachon bo'ladi? Demak, buni 1000 ga ko'paytirsak 350 hosil bo'ladi. Xo'p, bunichi 490 hosil qilishimiz uchun 100 ga ko'paytirish kerak. Xo'p, buni 825 hosil qilish uchun 10 ga, buchi 10 hosil qilish uchun 100 ga. Xo'p, bunisi demak 100 ga ko'paytirish kerak. Bunisi demak 1000 ga ko'paytirish kerak. Xo'p, davomi. Jisi demak nechini bunga ko'paytirsa 2674 hosil bo'ladi. Albatta 1000. Mana. Xo'p, bunisichi 100. Jisi 1000 va bunisi demak 10 ga ko'paytirsak hosil bo'ladi. Xo'p, ikkinchi topshiriqqa o'tmaymiz. Demak, sizlar bilan hozircha birinchi topshiriqni ko'rdik, a? Va birinchi topshiriqda mana shu holatlar bo'ladi. Yechimlarni mana tayyor qilib yozib berdim. Mana birinchisida tushuntirganman. Ya'ni mana 0.621 ekan, shuni 10 ga ko'paytirsak mana bu joyda xatolik ketgan. 10 ga ko'paytirsa 6.21 yo'q, to'ppa-to'g'ri mana 6.21. Qolganlarni yozib tushuntirdim, ha. Xo'p, hammaga rahmat. Buni hozir YouTube kanalimizga joylaymiz.